Udaş buldu. Ering. Langerden keyin bolgan. Ortada Madalıs'tan keyin. Tanağanlar aytamiz. Haqdilek. O Madalıs'tan keyin ortada. Yetishmaydi turadi. Bayılib bolgan hech kim chiqmadi. Xudoyerni hech kim yo'q. Xudoning lagardi palvon, Otajonlar O'star No'qardi palvonlarga chiqingizlar. Jasara palvonlar bormi? Chiq. Hisob olsin. Xudoyberdi Nukasli. Xudoyberdi Denisi. Aytolu Mamat Qasimoğlu'nun oğlu Sımbat palvon çıktı. Talg'at palvon bilan Sımbat palvon. Atları da o'xshash, o'zlari da o'xshash. Palvon çok qarmagan botir bo'ldi. Cho'ng atalar tarbiyalagan seni meni. Yegishmay. Hazır hopşi toyga dua qilamiz. Bakan bolu. Kırgızlı palvon bilek güçlü yigitleri. Palvon bilektir. Yürügü taza mert insanlar çoğulga mına ol jeyinga. Kesin dökkan mamleketinde getirenler toylar. Xudoyberdi Nukasli bolgan. Langerden bolgan. Kırgız ötkenin kıyınlar ötkenler olsun. Sancetkis bolgan yıldızday sancıral menen ol olsun. Bana sancıral o elin oğlu. Tarık'a bay. Yıktın. Birinci yufka. Xudoyberdi çıktı o kim çıkkan toşni. Xudoyberdi'ge tengdeşi çok bolgan. Batını bileğini bir balvancın almadı. Malakay bir tuğandar. Ağız balvanın ırpakları. Kımbat menen Sımbat. Yegişmeyden. Özlerinden atamın atiyeler alacına. Çüdegili balvanlar. Langerlik Talg'at. Yegişmek var mı çok mu? Çok mu? Deminizge dem bolat ardayım. Dua kılınız Sımbat'ın orduna özünüz Mamat Qasımova. Mamat Qasım sen dua kıldın. Siz dua kılın. Balanın orduna. Ata baladan ötelmey. Assalomu alaykum, hurmatli palvonlar, aqsoqollar, mehmonlar, qo'noqlar. Eng birinchi elimizga, jerimizga tinchlik, to'qchilik, mo'lchilik bersin. Elga qo'shib o'sherga kelgan mo'min musulmonlarning barina palvonlarga, otalarimizga, avolarimizga densoqlik berib, har doim yaxshilik ustidan o'tirishib, xursand bo'lib ketishni Alloh taolo nasib qilsin. O'sha avamiz, qalb qilamiz, bolasi bilan niyat qilib shu yaxshi bir o'y maqsadlar bor ekan, Alloh taolo buyurgan ekan. Buna bazılarga tomosha qilib o'tasizlar. Ushbu avvalarimiz uy binosini, chin sog'lik, uzun ömür, cheksiz vaqtlarni qalaymiz. Ballar qizlari iymonli bo'lsin, insofli bo'lsin, ilmli bo'lsin, bilimli bo'lsin, ota-onaga mehrli bo'lsin. O'shalarning yaxshiligini ejamiz bilan birga to'rt o'tib yaxshiliklarni ko'rishni nasib qilsin. Quruq to'matdan, bo'yda qirsiqdan, bejan o'limlardan, suv ko'zlardan Alloh taolo olis qilib saqlasin. Barchalarga omad tilab, xursandchilik bilan uylaringizga qaytishni Alloh taolo nasib qilsin. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban nar. Ya rahmatka rahimin. Amin. Allohu akbar. Televizyon hurmatli suuqqa kelgan mehmonlar. Kechadan beri bir yaxshi to'yning boshida bo'lib, Xudoga shukr malaka Karim Qulova o'zining uylasi to'yg'ashisi. Bismillahirrahmanirrahim. Birinchidan